Bugun men siz bilan avgust oyining eng muhim pensiya masalasini gaplashaman. Kimning pensiyasi oshadi, kimniki o'zgarmaydi, kim esa hujjatdagi kichik xato sababli o'ziga tegishli pulni kechikib olishi mumkin. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, ota-onasi pensiyada bo'lganlarga, yaqinda pensiyaga chiqadiganlarga, hatto hozir ishlab yurganlarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya masalasida bir kunlik beparvolik ba'zan bir necha oylik yo'qotilgan to'lovga olib keladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun oddiy tilda tushuntiraman. Avval tartib qanday edi? Hozir nimaga e'tibor kuchaydi? Avgust oyida asosiy intriga nimada? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'pincha odamga aynan kerak paytda yetib bormaydi. Men pensiya masalalarini kuzatib borar ekanman. Har yili avgust oyida bir xil savollar ko'payishini ko'raman. Odamlar shunday deyishadi. Pensiyam oshadimi? Qo'shimcha to'lov tushadimi? Ish stajim qayta hisoblanadimi? Men ishlayotgan pensionerman, menga farqi bormi? Bank kartamga pul kechikdi. Bu nimani anglatadi? Asosiy muammo shundaki. Pensiya tizimida ko'pchilik faqat yakuniy summani ko'radi. Ya'ni kartaga qancha tushdi, pochta orqali qancha keldi, shu bilan cheklanadi. Lekin bu summaning ichida bir nechta omil bor. Ish staji, ish haqi ma'lumotlari, yoshga doir huquq, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik holati, ustamalar, indeksatsiya, qayta hisob kitob va hujjatlardagi aniqlik. Avval ko'p narsalar qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqida spravka, korxona muhrlari, buyruqlar, lavozim tasdiqlari. Biror korxona yopilib ketgan bo'lsa, odam arxivma-arxiv yurardi. Mehnat daftarchasida bitta harf noto'g'ri yozilgan bo'lsa, familiya o'zgargan bo'lsa, muhr xira tushgan bo'lsa, pensiya tayinlashda savol paydo bo'lardi. Hozir esa ma'lumotlarning katta qismi elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Bu yaxshi tomoni, adolat ko'payadi, sun'iy hujjatlar kamayadi. Odamning haqiqiy staji va to'lovlari aniqroq ko'rinadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Bazada ma'lumot yo'q bo'lsa yoki noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, inson o'z haqqini olish uchun faol harakat qilishi kerak. Avgust oyining asosiy pensiya intrigasi ham shunda. Ko'plab fuqarolar oshish bo'ladimi yoki yo'qmi deb kutadi. Lekin asal masala faqat umumiy oshirishda emas. Asal masala shundaki, kimning ma'lumotlari to'liq, kimning staji to'g'ri ko'ringan, kimda qayta hisoblashga asos bor, kim esa o'z huquqini bilmagani uchun eski summa bilan qolib ketmoqda. Birinchi navbatda men pensiya oluvchilarini 3 ta guruhga ajratib tushuntiraman. Birinchi guruh oddiy yoshga doir pensiya olayotganlar. Ikkinchi guruh ishlayotgan pensionerlar. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Har bir guruhda avgust oyida kutish, xavotir va tekshirish kerak bo'lgan joylar har xil. Yoshga doir pensiya olayotgan odam uchun eng muhim narsa uning pensiya ishidagi ma'lumotlar to'g'riligidir. Masalan, bir ayol 30 yil ishlagan, lekin pensiya hisobida faqat 26 yil ko'ringan bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki 4 yil ishlagan korxonasi tugatilgan, arxiv hujjati vaqtida topshirilmagan yoki mehnat daftarchasidagi yozuv to'liq tasdiqlanmagan. Agar uning o'sha 4 yili pensiyaga ta'sir qiladigan davr bo'lsa, oylik pensiya miqdori sezilarli farq qilishi mumkin. Tasavvur qiling, odam oyga 60 ming so'm kam olayotgan bo'lsa, bu bir yilda 720 ming so'm degani. 3 yilda esa 2 million so'mdan oshadi. Ko'pchilik mayli ozgina farq ekan deb o'ylaydi. Lekin pensiya umr davomida olinadigan to'lov bo'lgani uchun har bir kichik xato uzoq muddatda katta pulga aylanadi. Ikkinchi misol. Bir erkak zavodda 1990 yillarda ishlagan. O'sha paytdagi ish haqi boshqa oddiy ishlarnikidan yuqori bo'lgan. Chunki u zararli sharoitda tungi smenada qo'shimcha yuklama bilan ishlagan. Pensiya tayinlanganda esa faqat minimal ma'lumot olingan, yugurish haqi tasdiqlanmagan. Natijada pensiya bazasi past chiqqan. Agar u arxivdan o'sha yillardagi ish haqi ma'lumotlarini olsa, buyruqlarni topib, haqiqiy daromadini tasdiqlasa, qayta hisoblash imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda eng muhim nuqta, pensiya organi hamma hujjatni sizning o'rningizga qidirib yurmaydi. Sizda asos bo'lsa, siz murojaat qilasiz, hujjat berasiz, keyin ko'rib chiqiladi. Ishlayotgan pensionerlar masalasida esa savollar yanada ko'p. Odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etsa, uning yangi ishlagan davri. Ayrim hollarda to'langan badallar yoki rasmiy daromadlari keyingi qayta hisoblashda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda odamlar ko'pincha xato qiladi. Men ishlayapman,
Demak, pensiyam avtomatik har oy o'sish kerak deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Qayta hisoblashning o'z tartibi, muddati, asoslari bor. Agar ish rasmiy bo'lmasa, shartnoma bo'lmasa, to'lovlar ko'rinmasa, men falon joyda ishladim degan og'zaki gap pensiya hisobida kuchga ega bo'lmaydi. Masalan, pensioner ota bir do'konda qo'riqchi bo'lib ishlaydi. Ish beruvchi unga naqd pul beradi, lekin rasmiy mehnat shartnomasi qilmagan. Ota 3 yil ishlaydi va keyin pensiya bo'limiga borib 3 yil ishladim. Pensiyamni qayta hisoblang deydi. Bunday holatda eng katta muammo rasmiy tasdiq yo'qligidir. Agar elektron mehnat tizimida yozuv bo'lmasa, soliq yoki ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumot bo'lmasa, bu davrni isbotlash juda qiyin. Shuning uchun men har doim aytaman, pensioner bo'lsangiz ham ishlayotgan joyingiz rasmiy bo'lsin. Bugun naqd olgan pulingiz qulay tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya huquqingizga ta'sir qiladigan dalil yetishmaydi. Nogironlik pensiyasi oluvchilarga kelsak, bu yerda asosiy intriga tibbiy hujjatlar, guruh muddati va qayta ko'rik bilan bog'liq. Ba'zi fuqarolar nogironlik guruhi muddati tugashini unutib qo'yadi. Natijada to'lov vaqtincha to'xtashi, keyin hujjat yangilangach tiklanishi mumkin. Bu odamlar orasida pensiyamni bekor qilishdi degan vahima uyg'otadi. Aslida ko'p holatda masala muddatli hujjatni yangilash bilan bog'liq bo'ladi. Lekin kechikish oylik byudjetga katta ta'sir qiladi. Ayniqsa dori-darmon, davolanish, parvarish xarajatlari bor oilalar uchun bir oylik kechikish ham og'ir. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasida esa bolalarning yoshi, o'qish holati, kunduzgi ta'limda o'qishi, hujjatlarni vaqtida topshirish juda muhim. Masalan, bola 12 yoshga to'ldi, lekin kollej yoki universitetning kunduzgi bo'limida o'qiyapti. Bu holatda huquq davom etishi mumkin. Ammo o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Agar ma'lumotnoma vaqtida topshirilmasa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Oila keyin nega to'xtadi deb hayron qoladi. Sabab oddiy, tizim bola endi voyaga yetdi deb ko'radi. O'qiyotganini esa alohida hujjat bilan tasdiqlash kerak. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchi navbatda pensiya miqdori o'zi kutgandan ancha past chiqqanlar. Ikkinchidan, ish stajida bo'shliqlar borligini biladiganlar. Uchinchidan, eski korxonalarda ishlagan, lekin hujjatlari arxivda qolganlar. To'rtinchidan, familiya, ism, otasining ismi o'zgargan, nikoh yoki ajrim sababli hujjatlarda farq bor odamlar. Beshinchidan, ishlayotgan pensionerlar, ayniqsa rasmiy ishga joylashmaganlar. Oltinchidan, nogironlik guruhi yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha muddatli hujjatga ega bo'lganlar. Kimlar esa ortiqcha xavotir olmasligi kerak. Agar sizning pensiyangiz muntazam tushayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ish stajingiz pensiya tayinlanganda tekshirilgan bo'lsa, kartangiz faol bo'lsa, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumotlar yangilangan bo'lsa, har bir mish-mishga ishonib asabiylashishingiz shart emas. Hamma pensiyalar to'xtaydi. Avgustda hamma qayta hujjat topshiradi. Bank kartasi almashtirilmasa pul berilmaydi kabi gaplar ko'pincha aniq manbasiz tarqaladi. Men bunday xabarlarni ko'rsam, avvalo rasmiy manbani tekshirishni maslahat beraman. Endi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Eng birinchi tuzoq. Pensiya oshishi bilan qayta hisoblashni aralashtirib yuborish. Umumiy oshirish bo'lsa, u belgilangan toifalarga markazlashgan tartibda qo'llanadi. Qayta hisoblash esa alohida fuqaroning shaxsiy holatiga bog'liq. Masalan, siz qo'shimcha stajni tasdiqladingiz, ilgari hisobga olinmagan ish haqi ma'lumotini topdingiz, nogironlik guruhi o'zgardi yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha oila tarkibi o'zgardi. Bu alohida ko'rib chiqiladi. Ikkinchi tuzoq. Qo'shnim go'shti. Menga ham oshishi kerak degan yondashuv. Pensiya qo'shnichilik bilan emas, hujjat bilan hisoblanadi. Ikki kishi bir mahallada yashashi, bir yoshda bo'lishi, hatto bir zavodda ishlagan bo'lishi mumkin. Lekin biri 35 yil rasmiy ishlagan, ikkinchida 24 yil tasdiqlangan bo'lishi mumkin. Birining ish haqi yuqori bo'lgan, ikkinchisi uzoq yillar norasmiy ishlagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya miqdori har xil chiqadi. Bu adolatsizlikdek ko'rinishi mumkin, lekin hisob kitobning asosi hujjat va rasmiy ma'lumotdir. Uchinchi nozik shart hujjatdagi ism familiya farqlari. Masalan, pasportda Gulnora deb yozilgan. Eski mehnat daftarchasida Gulnora deb yozilgan. Yoki otasining ismi bir joyda Aliyevna, boshqa joyda Aliyevna shaklida. Oddiy odam buni mayda farq deb o'ylaydi. Lekin huquqiy hujjatda bu savol tug'diradi. Bu bir odam yoki boshqa odammi? Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, ism o'zgargan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma, sud orqali faktni tasdiqlash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin.
Men buni qo'rqitish uchun emas, oldindan tayyor bo'lishingiz uchun aytyapman. 4-tuzoq bank kartasi va yashash manzili. Ba'zida pensiya hisoblangan bo'ladi, lekin odam kartasi almashtirgan. Bank rekvizitlari yangilanmagan yoki karta muddati tugagan bo'ladi. Natijada pensiyam kelmadi degan shikoyat paydo bo'ladi. Aslida muammo pensiya organida emas, to'lov kanalida bo'lishi mumkin. Shuning uchun kartangiz muddati, telefon raqamingiz, bank ilovasidagi holat, SMS xabarnomalar, pochta orqali olsangiz, manzilingiz to'g'riligini tekshiring. Ayniqsa boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, ma'lumotlarni yangilashni ortga surmang. 5-nozik masala ortiqcha to'lov. Ko'pchilik faqat kam to'langan pul haqida o'ylaydi. Lekin ba'zan tizim yoki hujjatdagi kechikish sababli odamga ortiqcha pensiya to'lanishi ham mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida bola o'qishni tashlagan, lekin oila buni vaqtida xabar qilmagan. Yoki nogironlik guruhi muddati tugagan, qayta ko'rik natijasi o'zgargan, lekin eski ma'lumot asosida to'lov davom etgan. Keyin aniqlanganda ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun faqat davlat bersa oldim degan yondashuv xavfli. Sizning holatingiz o'zgarsa, buni vaqtida bildirish kerak. 6-masala arxiv hujjatlari. Eski korxonalar bo'yicha hujjat topish qiyin bo'lishi mumkin. Lekin imkonsiz emas. Korxona tugatilgan bo'lsa, uning hujjatlari davlat arxiviga, tarmoq arxiviga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Ba'zan odam birinchi so'rovda ma'lumot topilmadi degan javob oladi va taslim bo'ladi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Ishlagan yilingiz korxonaning to'liq nomi, sex yoki bo'lim, lavozim, taxminiy buyruq sanalari. Eski hamkasblar ma'lumotlari qancha aniq bo'lsa, hujjat topish ehtimoli shuncha yuqori bo'ladi. 7-nozik jihat norasmiy maslahatlar. Mahallada, navbatda, bank oldida yoki ijtimoiy tarmoqlarda kimdir bunday ariza yozsang pensiyang oshadi deyishi mumkin. Har bir ariza ham pul olib kelmaydi. Aksincha noto'g'ri yozilgan murojaat vaqt yo'qotishga olib keladi. Murojaatda aniq talab bo'lishi kerak. Qaysi davr ish stajiga kiritilmagan, qaysi ish haqi hisobga olinmagan, qaysi hujjat ilova qilinyapti, qaysi qarorni qayta ko'rib chiqish so'ralyapti. Pensiyamni oshirib bering degan umumiy gap yetarli emas. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. Birinchi qadam, hozirgi pensiyangiz bo'yicha ma'lumotni aniqlang. Pensiya qaysi turda tayinlangan, qancha staj hisobga olingan, qanday ustamalar bor, to'lov qaysi sanada tushadi. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli davlat xizmatlari orqali murojaat qilishingiz mumkin. Agar elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, shaxsiy kabinet orqali ham tekshiring. Ikkinchi qadam, mehnat tarixingizni qog'ozga yozib chiqing. Qaysi yilda qayerda ishladingiz, lavozimingiz nima edi? Rasmiy ish bo'lganmi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Ish haqi ma'lumotnomasi bormi? Men odamlarga oddiy jadval tuzishni tavsiya qilaman. Yil, tashkilot nomi, lavozim, hujjat bor yoki yo'q muammo. Shu jadvalni ko'rsangiz, qaysi davr xavfli ekanini darrov bilasiz. 3-qadam, hujjatlarni to'plang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, mehnat daftarchasi, elektron mehnat tizimidan ko'chirma, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv javoblari, harbiy xizmat hujjatlari. Ta'lim davri pensiya hisobiga ta'sir qiladigan holatlarda diplom yoki ma'lumotnoma, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, ism, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa va muddatni ham alohida tekshiring. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha esa o'qish joyidan ma'lumotnoma, tug'ilganlik guvohnomalari, oila tarkibiga oid hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam, ariza yozing. Arizada hissiyot emas, fakt bo'lsin. Masalan, menga tayinlangan yoshga doir pensiyani qayta hisoblashni so'rayman. Chunki 1992 yillarda falon korxonada ishlagan davrim pensiya stajiga kiritilmagan. Ushbu davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi ilova qilinadi. Yoki 1995-1999 yillardagi ish haqi ma'lumotlarim pensiya hisobida inobatga olinmagan deb hisoblayman. Ilova qilingan ma'lumotnoma asosida qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozilsa, murojaatni ko'rib chiqish osonlashadi. 5-qadam, topshirgan hujjatingizning nusxasini saqlang. Arizani qachon topshirdingiz, kim qabul qildi? Ro'yxat raqami bormi? Javob muddati qachon tugaydi? Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar sizga keyin keling deyishsa, yozma murojaat qoldiring. Chunki yozma murojaatning izi qoladi. 6-qadam, bank va aloqa ma'lumotlarini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS keladimi? Telefon raqami sizning nomingizdami?
Bank hisobingiz faolmi? Agar pensiyani pochta orqali olsangiz, manzilingiz o'zgargan bo'lsa, bu haqda vaqtida xabar bering. Juda oddiy ko'rinadi, lekin pensiya kechikishlarining bir qismi aynan shunday texnik sabablardan kelib chiqadi. 7-qadam. Oiladagi pensionerlarning hujjatlarini ham ko'zdan kechiring. Ko'pincha yoshi katta ota-onalarimiz o'z huquqini so'rab yurishga tortinadi yoki baribir foydasi yo'q deb o'ylaydi. Siz farzand sifatida ularning mehnat daftarchasini, eski hujjatlarini, bank kartasini, tibbiy ma'lumotlarni tartibga solib bersangiz, katta yordam qilgan bo'lasiz. Ba'zan bir dona arxiv ma'lumotnomasi ota-onangizning pensiyasini butun umrga yaxshilashi mumkin. 8-qadam. Mish-mish tarqatmang va mish-mishga tayanib harakat qilmang. Rasmiy e'lon, normativ hujjat, pensiya jamg'armasi xabari. Davlat xizmatlari ma'lumotlari asosida ish qiling. Agar ijtimoiy tarmoqda avgustda hamma pensiya oluvchilar falon hujjat topshirishi shart degan xabar ko'rsangiz, darhol ishonmang. Avval manbasini so'rang. Manba yo'q bo'lsa, bu shunchaki vahima bo'lishi mumkin. Men yana bir muhim narsani alohida aytaman. Pensiya masalasida vaqt juda qimmat. Keyingi oy boraman, kuzda ko'raman. Bolam kelganda so'rayman deb yurgan odam ba'zan o'ziga tegishli qayta hisoblashni kechiktiradi. Albatta hamma holatda ham o'tgan davr uchun to'liq pul beriladi deb kafolatlab bo'lmaydi. Bu qoidaga murojaat sanasiga, hujjatning turiga bog'liq. Shuning uchun qancha erta aniqlasangiz shuncha yaxshi. Demak, avgust oyining asosiy pensiya intrigasi faqat o'shadimi yoki o'shmaydimi degan savol emas. Asosiy masala sizning pensiya hujjatlaringiz to'g'rimi? Stajingiz to'liq hisoblanganmi? Ish haqi ma'lumotlaringiz inobatga olinganmi? Bank va tibbiy hujjatlarda muammo yo'qmi? Siz o'z huquqingizni vaqtida talab qilyapsizmi? Kimning hujjati joyida bo'lsa, u ortiqcha vahimaga tushmasin. Kimda bo'shliq, xato yoki shubha bo'lsa, avgustni kutib o'tirmasdan tekshiruvni boshlasin. Izohlarda yozing, sizning pensiyangizda eng ko'p qaysi masala muammo bo'lgan? Stajmi, arxiv hujjatimi, karta kechikishimi yoki qayta hisoblashmi? Tajribangiz boshqalarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida to'g'ri ma'lumot bir oilaning oylik daromadini saqlab qolishi mumkin.